Ammo muvozanat buzilib, yana imperiya parastlik, bo'yinga bo'yin turib osish xavfi paydo bo'lsa-chi, ko'chada hassa suyangan har bir o'tkinchi men seni tog'angman, og'angman deb tursa-chi, bu imperiyani qo'msash emasmi, aziz do'stlar? Shu o'rinda ulug' shoirimiz Abdulla Oripovning deydilar, hurar o'tadi karvon, ranju balolardan yonmasin joning, ammo alam qilar bir umr giryon, dar orasida qolsa karvoning degan tarixiy so'zlarini eslashimiz kerak. Ammo bu armon bugungi kunda armon emas. Biz bugun ana shu armonlarni ushaltirishga qarshi birlashishimiz lozim bo'lyapti. Balki karvonimizga tahlil qiladigan har qanday kuchga, akullagan har qanday laychaga yoki har qanday qashqirga qarshi o'z joyida javob berishimiz, kavushini to'g'rilab qo'yishimiz, popugini pasaytirib qo'yishimiz, aqlini kiritib qo'yishimiz shart va kerak bo'lyapti. Bektosh aka, demak O'zbekiston Senati senator Abusaid Kuchimovning fikrlarini eshitdik. Demak, Senat ham buni kuzatib turgan, aytmoqchimizki, shu darajaga yetganki, Senat ham munosabat bildirdi bunga. O'zi ko'pincha jamoatchilik munosabati bilan masalalar yopilib ketardi o'zi. Men o'zim ham shuni tarafdor edim, qandaydir jamoatchilik o'zi juda yaxshi javob beryapti derdim. Demak, vaziyat shu darajaga yetib borgani uchun Senat ham aralashdimi, Bektosh aka? Haqiqatda bilasizmi, bugun Abdulla Oripovni she'rini bekorga keltirmadilar. Ya'ni alam qiladiki, bir umr itlar orasida o'tsa karvoning. Ya'ni bittasi gapirsa bittasiga javob berdik, ikkinchisi gapirdi ikkinchisiga, uchinchisiga javob berdik. Endi bilasizmi, buning keti tinadiganga o'xshamaydi. Va bu keti tinmaydigan bunday bayonotlar, ayniqsa millatchilik, buyuk davlatchilik, shovinizm asosidagi bunday bayonotlar albatta bir kunmas bir kun o'sha rus xalqining ongida aks etishi mumkin, siyosatini shakllantirish, siyosiy tafakkurini shakllantirishga xizmat qilishi mumkin. Shuning uchun ham demak buni nima deb baholashimiz mumkin. Va nihoyat Senat ham munosabat bildirdi. Qachonki o'zbeklarda bir maqol bor-ku, yoki bir naql bor, pichoq borib suyakka qadaldi degan. Shu haligi pichoqning suyakka qadalishi bilan bog'liq holatlar. Masalan, bundan bir 10 kun, 15 kundan ortiqroq vaqt o'tdi. Adashmasam 15-yanvarlarda edi. Prezidentimiz butun tashqi ishlar vazirligi diplomatlarini katta bir yig'ilishda Rossiyada xizmat qilayotgan migrantlarimizning huquqlarini himoya qilish masalasida tashqi ishlar vazirligi shunchaki nota yuborish bilangina cheklanib qolyapti. U demak ularning huquqlarini, manfaatlarini himoya qilish bilan jiddiy shug'ullanishlaring kerak deb bir e'tiroz ham bildirgan edilar. Bugun ko'rib turibmiz dunyodagi vaziyatni. Hattoki ularning bir motivi bor. Qozog'istonda ham Ukrainaga o'xshagan chaqiriqlar yangrayapti deb o'zlari, ya'ni Rossiya go'yoki Ukrainadagi voqea sizlarda ham bo'lishi mumkin degan fikrlar bilan asta-sekin hattoki O'zbekistonga ham turli xil chaqiriqlar bilan kirib kelayotganligini qayd etishimiz kerak. Endi to'g'risini aytishimiz kerak. Yana bitta masalani, demak Markaziy Osiyodagi 5 ta davlatdan, demak Tojikiston va Qirg'izistonning iqtisodiy jihatdan, harbiy xavfsizlik jihatdan, boshqa siyosiy jihatdan Rossiyaga nisbatan qaramligi anchayin yuqori. Iqtisodiy deganligimiz bu birinchi navbatda migrantlar masalasi, undan tashqari demak mamlakatga kirib kelayotgan pul, hokazolar masalasida. Lekin bugun Markaziy Osiyoda Turkmaniston, Qozog'iston va O'zbekiston kabi davlatlar anchayin o'ziga xos qudratga ega. Ayniqsa Qozog'iston va O'zbekiston turli xil xalqaro tashkilotlarda ishtirok etyapti. Endi tasavvur qiling, dunyo miqyosida obro'si yuksalib borayotgan bir davlatga, endi obro'li bir odamga qarab har xil gaplarni turli xil haligi laychalar tomonidan gapirilaverishi, bu albatta xuddi haligi karvonning
bir umr itlar orasidan o'tayotganligini anglatadi-da. Xuddi shuning uchun to'g'ri hurar karvon o'tar, lekin oxirgi paytda bunday chaqiriqlar yangrayotganligi va bu yangrayotgan chaqiriqlarning, bayonotlarning turli xil ritorik chiqishlarining jamoatchilik ongiga ta'sir ko'rsatishi juda xavfli. Masalan, to'g'risini aytadigan bo'lsak, biz O'zbekiston qo'rqadigan joyimiz yo'q. To'g'risini aytishimiz kerak. Qozog'iston ham qo'rqadigan joyi yo'q. Bugun Qozog'istonning iqtisodiy imkoniyatlari Rossiyanikidan yuqori bo'lib ketayotganligini hamma tan olyapti, ko'ryapti. Demak, bu yerda nimani ko'rishimiz kerakki, 100 yildan ortiq vaqt mobaynida Markaziy Osiyo davlatlarini talash, uning boyliklarini tashib ketish hisobiga hayoti tobora farovon bo'lgan Rossiyada bugun iqtisodiy ahvolning yana murakkablashuvi, demak ular talab urganda yana demak sekin o'zining e'tiborini Ukrainaga, Qozog'istonga, O'zbekistonga yoki umuman Markaziy Osiyoga qaratayotganligi bu bejiz emas. Chunki bu yerdagi xalqlarning mehnati bilan yaratilayotgan boyliklar ularga yoqayotgani yo'q. Demak, ular shuni ham tortib olishga nisbatan bir ishtiyoqi paydo bo'layotgan ekspertlar ham yo'q emas. Buni ham albatta qayd etishimiz kerak. Demak, shu nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, lekin albatta Senat tomonidan javob berilishi bu haqiqiy to'g'ri javob. Lekin baribir bitta holatni unutmasligimiz kerakki, bugun Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin va O'zbekiston Respublikasining prezidenti demak Shavkat Mirziyoyevning munosabatlari nihoyatda demak yaxshi. Albatta ikkala prezident ham turli xil uchrashuvlarda do'stona ruh mavjudligini ta'kidlaydi. O'zbekiston ham Rossiya uchun nihoyatda bugun muhim bozorlardan biri bo'lib turibdi. Nima uchunki, bugun o'zining gazini, energetik resurslarini dunyo miqyosida sota olmayotgan Rossiya uchun aslida Markaziy Osiyo, shuningdek O'zbekiston aslida juda katta bir sherik. Buni afsuski tushunmaydigan ba'zi bir mana shunday targ'ibotchi propagandachilar deymiz. Bular jamiyatning ongini buzish bilan afsuski shug'ullanayotganligi, bu narsa demak Rossiya elitasining, Rossiya jamoatchiligining ongiga jiddiy ta'sir ko'rsatayotganligini bugun alohida masalan ta'kidlab o'tamiz. Va lekin masalan albatta senatorning bu darajada, ya'ni senat darajasidagi gapirilishi masalaning tobora jiddiy ekanligini, xuddi boyaga aytganimdek, u yoki bu darajada pichoqning borib suyakka qadalganligini ko'rsatib turibdi. Demak, O'zbekiston ham bunga munosib javob berayapti va berishga ham qodir. Bektosh aka, demak bu endi o'sha turli propagandachilarga ta'sir qiladi. Albatta, propagandachilar endi bugun ishga tushishi u tabiiy. Ya'ni agar hukumati tomonidan ularning boshiga nima deydi, gurzicha bilan bitta urib qo'yiladigan bo'lsa, birdaniga teskari ritorikaga o'tadi. O'zbekiston biz uchun albatta muhim, biz ularning suverenitetini himoya qilamiz, lekin biz bilan ular hamkorlik qilishi kerak. Hokazo yo'lga o'tishi ham tabiiy, chunki bu jarayonlarni ko'rib, kuzatib turibmiz. Rossiyada ham juda unday erkin ommaviy axborot vositalari yoki erkin fikr mavjud deya olmaymiz. Bugungi urush sharoitida ayniqsa bu yana ham murakkablashgan. Ukraina frontida ta'zirini yeyotgan bugun Rossiya, to'g'risini aytadigan bo'lsak, bu demak boshqa maqsadlarni ham ko'zlayotganligi, ya'ni orzusiga erisha olmagandan keyin bu uzum deydi, shirin emas edi deydi-ku haligi tulki. Uzumni yeya olmagandan keyin, xuddi shunday bugun Ukrainani da o'zini ko'rsata olmayotgan Rossiya qandaydir g'azabini albatta boshqa tomonlarga yo'naltirishga harakat qilyapti. Bu yerda Rossiya hukumatini biz nazarda tutayotganimiz yo'q. Ba'zi bir mana shunday go'yoki yasama ekspertlar, propagandachi ekspertlar va shuningdek hattoki davlat lavozimida ishlayotgan ba'zi bir nima desak ekan deputatlar, hokazolarning chiqishlariga albatta chek qo'yish kerak. Va men masalan shunday chiqishlarimdan birida aytgan bo'lardimki, biz ularni ish bilan ta'minlayapmiz, boqayapmiz degan chaqiriqlar bilan chiqdi. Spravedlivaya Rossiya partiyasining yetakchisi Mironov janoblariga aytmoqchimanki, bizning ishchilarimiz, bizning ishchi kuchimiz bo'lmaganda Rossiya bugungi
barqaror iqtisodga erisha olmagan bo'lardi. Bugungidek juda katta qurilishlarni qila olmagan bo'lardi, hattoki ko'chasini ham tozalay olmagan bo'lardi. Albatta bizning mehnat muhojirlarimiz borib, u yoqda mehnat qilib, bir tin ham nima deydi, ijtimoiy ko'mak olmasdan, pensiya olmasdan butun kuchini o'sha yerga bag'ishlab, bugun Rossiyani kerak bo'lsa, nima deydi, iqtisodiy jihatdan qutqarib qolgan mana shu ularning tilidagi aytgandagi gastarbayterlar bo'ladi. Lekin biz ham kerak bo'lsa asl mohiyatan olib qaraydigan bo'lsak, aslida ular emas, aslida bizning muhojirlarimiz ularga ko'p o'tkazib qo'ydi. Mana 30 yil davomida. Buni ham qo'rqmasdan biz aytib o'tishimiz mumkin. Bektoshga sizga kattakon rahmat. Xursand qiladigan jihati umuman o'zbek mediasida bugun tahlillar juda ham ko'p. Mana hozir qiziq jihati bir vaqtning o'zida 3 ta kanalda katta tahlil ketyapti. Endi katta deganda Fikratni o'zini alohida aytmoqchi emasman. Bizda tahlil ketyapti, Kunuz va Daryozda katta tahlil ketyapti, shunday deylik. Biz juda ham xursandmiz. Juda ham ajoyib. Mana qarang, Pokiston osmonida alohida ehtirom, Toshkent islomot yaqinlashuv deb Daryoda ketyapti va Pokiston omili va Xitoydagi noodatiy o'zgarishlar Kunuzda ketyapti. To'g'risi juda ham xursandmiz.